Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, klientlar. Mana bugun Eldik Vkusno xo'rdoqxonamizni ichini obzor qilamiz. Bu Eldik xo'rdoqxonamiz Eshmasovda sentrda joylashgan, aptekani yonida joylashgan. Hurmatli klientlar, bizda mana o'tirib yeb ichib ketadigan joylarimiz bor. Biri-biriga xalaqit bermaydigan to'siqlar qo'yilgan. Kelib oilaviy o'tirganda boshqa bolalar o'tirganda, qizlar o'tirganda bir-birini ko'rmay, bemalol xijolat bilan o'tiradigan to'siqlarimiz qo'yilgan. Ikki tarafda 5 ta stolimiz bor. Spokойно kelib o'tirib beribchi. Yana bir bu kirganda o'ng tarafda ichimliklarimiz joylashgan. Har xil turdagi ichimliklarimiz bor. Hot-dogga qo'shib bemalol zakaz qilishlaringiz, o'tirib ichib ketishlaringiz mumkin. Dastavka xizmatlarimiz bor. Dastavka hot-dogga zakaz qilganlarsa, naftga kerak bo'lsa, naftgani bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Menumizga keladigan bo'lsak, menumizda burger bor, ikki xil turdagi. Hot-doglarimiz 10 mingdan 30 minggacha narxlari. Sho'rma bor 3 xil narxda, lavashimiz bor. Bu orqa tarafidan yaqinda qo'shdik, sosiskasi, kanadskiy sosiska. Ozgina narxida farq qiladi. Bu menudagi любой hot-dog, burger, lavashlar zakaz qilganda har bittasiga bitta hot-dog olsangiz, mana bonuslar qilganmiz. Hozir 1 oy 1-avgustgacha bonus qilganmiz. Bitta hot-dog zakaz qilsangiz, bitta morojniy bonus qilib beramiz. 10 ta hot-dog zakaz qilsangiz, 10 ta mana shu morojnidan yetkazib beramiz uyingizgacha. Kelganlarga shu yerda taqdim qilaveramiz. 1-avgustgacha bonuslarimiz davom etadi. Chegaralangan bonuslarimiz. Kelib yeb usbut qilib qo'yingizlar. Qanday chiqdi?